Assalomu alaykum, mana Alisher mana shartimizni ham boshlab oldik do'stlar. Kommentga shartni bajaring deb yo yozib ketinglar, yo obuna va like ular bosib ketinglar. Ham shartni bajaraman mana. Qaranglar, mana shart bajaraman endi men. O'zim o'ylab topdim. Birinchi video mana. Ikkinchi videom ekan. Ikkinchi videom obuna bo'lishni boshlayman. 10 ta chiqadi-ku mana. 10 ta obunachi bo'laman hozir chiqqan yo'limdan. 2 ta, 3 ta do'stlar, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta. Men sizlarga podeshka qilib yana 10 ta qilaman. Subscribe. 10 ta bo'ldim, bo'lmayapti boshqa. Do'stlar, nimaga kirib ketib qolyapman? 10 ta, 11 ta, 17 ta, 12 ta. Vay, o'ynashda bo'lardi. Do'stlar, obuna bo'lamiz. Nima 12 tamidi? 13 ta, 14 ta, 15 ta, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Do'stlar, 30 ta obuna bo'ldi mana. Do'stlar, obuna bo'linglar, iltimos sizlardan mana. Sizlar qaranglar, sizlar podeshka qilinglar, menga ham qaranglar. 29 ta bo'lib turibdi do'stlar. 2-3 kundan 29 ta bo'lib turibdi-da. Qaranglar, уже mana 11 ta bo'lib ketdi. Menda oshib ketadi yaqinda. Sal yaqinroqda. Bir hafta, 2 haftada qaranglar. Do'stlar, bunga ham obuna bo'lib tashlaylar. Men qarang, 17 ta videoga 11 ta obunachiman. Uni kuyib pishib qilganman. Obuna bo'lib qo'yinglar, men qaranglar. Qiziqarli video olaveraman. Podeshka qilsalaring bo'ldi menga. Iltimos. Bitta obuna, bitta donimni qaranglar do'stlar. Bittagina mana shu obuna tugmasi afzalmi sizlarga bunday bosib qo'yish do'stlar? Afzalmi sizlarga mana shu? Iltimos. Do'stlar, mana shundan qaranglar. Bitta mana shu qaranglar. Zo'r ekan deysizlarda, bunday bosaverasizlar, qo'llaring bilan bo'ldi. Qo'llaring bo'ldi, bunday o'tkazib ketaverasizlar. Men videom chiqsa. Do'stlar, iltimos sizlardan obuna bo'lib qo'yinglar. Qaranglar mana. Akkauntimning nomlari ko'rib olinglar mana. Va mana. Alisher Shorts desalar chiqadi mana. Mana shu nomni yozsalar chiqadi. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Birozdan obuna tugmasini bosib qo'yinglar bo'ldi. Sizlarda nima ketdi, nima yo'qdi? Xayr, men Alisher bo'ldim endi. Nima deymiz endi? Obuna bo'lib qo'yinglar deymiz-da. Bo'pti, men agar yo'llaringdan chiqib qolsa, shuni obuna tugmasini bosib olinglar. Iltimos.